Bundan qariyb 10 yil ilgari Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati hamda uning tarkibidagi korxonalarda qariyb 30 million kilovat atrofida elektr energiyasi sarflanardi. Bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 16 millionga tushdi. Xo'sh, bunday natijaga qanday erishildi? Avvalo, mana shu elektr energiyasi tejovchi texnologiyalar, nasoslar hamda yangi zamonaviy qurilmalar joriy etildi tizimga. Eng asosiysi tizimda mana shu energiya tejovchi texnologiyalardan tashqari yo'qotishlarga yo'l qo'ymaydigan taqsimlash inshootlari ham bunyod etildi. Xususan, Bo'zsuv, Janubiy suv inshootlarida ana shunday yopiq turdagi taqsimlash inshootlari bunyod etilgan edi. Bugungi kunga kelib esa Chilonzor suv taqsimlash inshootida ham yopiq turdagi elektr taqsimlash inshooti bunyod etildi. Xo'sh, bu bizga nima beradi? Bugungi lavhamizda ana shu natijalar bilan tanishamiz. Mutaxassislar bilan suhbat qilamiz. Yilning oktyabr-noyabr oylarida inshootda elektr energiya yo'nalishida keng ko'lamli texnik va texnologik jihatdan dolzarb bo'lgan rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Infratuzilmaning yanada barqaror va samarali ishlashi uchun muhim qadam qo'yildi. Jumladan, inshootdagi barcha eskirgan kabel tarmoqlari tubdan yangilanib, yuqori kuchlanishga chidamli, xavfsizlik darajasi oshirilgan zamonaviy kabellar bilan almashtirildi. Bu esa elektr ta'minotining ishchanligini keskin oshirdi. Yopiq taqsimlash qurilmasidagi moyli o'chirgichlar to'liq demontaj qilindi va ular o'rniga yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy standartlarga javob beruvchi yangi kommutator uskunalar o'rnatildi. Ushbu yangilanish avariya holatlarini oldini olish va umumiy elektr xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Inshoot elektr ta'minotini yanada kuchaytirish maqsadida quvvati 630 kilovat bo'lgan ikkita yangi transformator o'rnatildi. Mazkur transformatorlar yuqori quvvatli uskunalarni barqaror ishlashi, elektr yuklamalarni bir tekis taqsimlash va energetik uzilishlarni minimal darajaga tushirish imkonini beradi. Shu bilan birga inshootimizning tom qismiga 150 kilovat quvvatli zamonaviy quyosh panellari o'rnatilib, inshootning energiya samaradorligi oshirildi. Elektr ta'minotida tejamkorlikka erishildi va barqaror yashil energiya manbai yaratildi. Kelgusida o'rnatilishi rejalashtirilgan qo'shimcha nasos agregatlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida zarur elektr kabellar oldindan o'tkazib qo'yildi. Bu esa kelajakdagi montaj va ishga tushirish ishlarini yanada tez va samarali amalga oshirish imkonini yaratadi. Inshoot 24 soat uzluksiz faoliyat yuritishini inobatga olinib, xodimlar uchun qulay va xavfsiz mehnat muhitini yaratish maqsadida inshoot hududiga yangi yoritish uskunalari o'rnatildi. Shuningdek, qishki mavsum tayyorgarlik ishlari to'liq va puxta amalga oshirildi. Ushbu keng qamrovli ishlar natijasida Chilonzor suv taqsimlash inshootining texnik imkoniyatlari yanada mustahkamlandi. Xizmat ko'rsatish sifatlari oshdi va aholiga ko'rsatilayotgan toza ichimlik suv ta'minotining barqarorligi ta'minlandi. Bugungi zamonaviy texnika va texnologiyalarni elektr energiyasi tasavvur qilish mutlaqo mumkin emas. Birgina mana shu Chilonzor suv taqsimlash inshootining o'zida ham bir nechta tizim tashkilotlari joylashgan. Xususan, dispetcherlik xizmati, Chilonzor suv ta'minoti korxonasi, undan tashqari mana shu rezervuarlarimiz, nasos stansiyasi, bularning barchasi elektr energiyasi bilan ishlaydi va kundan kunga elektr energiyasiga bo'lgan talab ham ortib boryapti. Shundan kelib chiqib Toshkent shahar suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bundan buyoq elektr tejovchi texnologiyalar, zamonaviy texnikalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratadi. Bizni kuzatishda davom eting. Bu haqdagi yangiliklarni siz bilan bo'lishib boramiz.